Assalomu alaykum, hurmatli aziz suhbatdoshim. Bekorga meni tanlamadingiz, demak sizda nevroz bor. Nevrozdan qutulish uchun nimalar qilib ko'rdingiz? Nimalar qilib ko'rmadim deng. Doktorga bordingiz, tabiblarga ko'rindingiz. Taqalatmagan ishingiz qolmadi, bilaman. Nevroz bu insonni hayotidagi og'ir holatdir. Qo'rquv, vahima, yopishqoq fikrlar, yaxshi uxlay olmaslik, biron joyga bora olmaslik, uydan chiqmaslik, sotsial fobiyalar, birovlar bilan gaplashishdan tortinish, boshliq bo'la olmaslik, o'ziga ishonchsizlik, ikkilanish, gumon, shubha, qo'lni yuvirish, biron narsadan jirkanib, miyasidagi to'planib qolgan fikrlardan qutula olmaslik. Buni hammasi bir so'z bilan aytganda nevroz deb ataladi. Vegeta tomir distoniyasi yoki somatoform buzilishlar, ish ketib qolishi, bekorchi bosh og'riqlar, asoslanmagan qon bosimini ko'tarilishi ham nevroz oqibatidir. Undan tashqari, ichimda bir narsa yonyapti, ichimda bir narsa qimirlayapti, tomog'imga bir narsa tiqilyapti, xuddi orqamda, yelkamda, umurtqamda bir narsa bordek bo'lyapti degan holat ham nevrozdir. Men sizni tushunaman. Sizga oson emasligini ham tushunaman. Chunki bu kishi bilmas dard. O'zingni qo'lga ol degan gapdan charchagansiz. Siz ishlolmaydigan, ataylab shu kasalga ushlab olgan